kuchingiz ko'p bo'lsa, kuniga 5 marta bo'ling, 6 marta bo'ling. Albatta vaqtingiz bo'lsa, vaqt ajrata olsangiz, kuchingiz, emotsiyangiz, sizni xohishingiz shunga yarasha bo'lsa, bemalol 20 yoshdan 30 yoshgacha taxminan haftada taxminan emas, aniq aytadigan bo'lsak, 4 yoki 3 marta bo'lishi mumkin. 20 yoshdan 30 yoshgacha. Endi to'g'ri 18, 17 yoshlilar ham soatiga yoki 15 minutda oladiganlar ham bor. Endi aytayotganimdek, kuchidan kelib chiqqan holatda 30 yoshdan 40 yoshgacha oladigan bo'lsak, 2 marta, 3 marta haftasida. Endi bu xohlasangiz har kuni, yana aytib o'taman, har kuni, har soatda. Shunaqa erkaklarimiz ham bor. Men keladi, hech qanaqa muammosi yo'q, 50 yoshda har kuni qilaman deydiganlar ham bor. Har kuni jinsiy aloqa bo'ladi. 60 yoshda ham keladi. Endi hozir bu narsa kamayib boryapti. Oldin bilamiz, hammamiz eshitganmiz, 60 70 80 bunaqalar endi menimcha tarixda qolsa kerak deb o'ylayman. Balki bordir ham, hozir ham o'zlarining yaqinlarida bor. Endi